Voy mana mollarni originallaridan arzon variantlarini pashti bepullarni yonlariga yeyamiz. Akalar Quva mol bozoriga keldik. 2026-yil 10-may sanasiga. Bo'g'oz sigirlar narxlari bilan tanishamiz. G'unajillar narxlari bilan tanishamiz. Videoni kuzatib borishda davom etinglar. Ekranga bitta like turib qo'ysalaring, xursand bo'lib qolamiz. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Degan berdi zoshta. Ha, bo'g'ozda mana ena bolani ham olib chiqib qo'yishibdi. Cho'sni emas, qonida bolasi bor shekilli. Sekin birinchi mashinadan boshlaymiz bo'lmasa. Turudi qaranglar. Yiri ekan, bo'ylari ham 1.30 plus minusda, bola ham 1dan o'tibdi. 1.5 plus minus 10 da yon beradi akalar. Turudi qaranglar. Oshxona ish bilan ekan? Yaxshiga. 14 ga 32 mana. Turudi qaranglar. Alohida ham gaplashyapti, 14 millionga 32 million. Bola ona nechinchi qoringa? To'rtinchisi qonida 7 oylik bo'g'oz, 3-inchisi mana. 10. Bolani ham zo'r bergan, ko'rishlar mumkin. Nechta suti bor? Hozir 6 ta, 15 ta beraveradi, ha? Hozir 6 ta. 7 oylik bo'g'ozdan 6-7 litr sut, vobshe yaxshi. Sut ham bir qaricha ekan, maza hisoblaydigandan akalar turadi qarang. Telefon nomer bormi? Telefon nomer 94lik 924 6606 nomeriga aloqaga chiqib olasiz akalar. Mana molni original yirigidan akalar, ko'z kelmasin. Vahimasi kelar, cho'rni piyostra mana. Shoxsiz variantdan akalar. Ko'z kelmasin. Barakasini bersin, aloqaga chiqib olasiz. Nech pul bo'ldi, qor aka? Endi aytilar ekan. Necha qolibdi mana. Davom etamiz. Turudi qaranglar, turudi. Ko'z tegmasin. Oq boshdan so'raganlar. Yoshdan nech pul ekan? 23 million kam bor. 4 oylik bo'g'oz nechinchi qon? 7 litr sutga 5 oylik bo'g'oz. Qorni necha qorni? Nechinchi qorin? 5-qorin. 5-qoringa 7 litr sutga mana. 5-qorin 5-6 litr sutga 5-qoringa 7 oylik bo'g'ozmi? 5 oylik bo'g'oz mana. Ko'z tegmas. Bozor nech pul qildi oshtaqa buni? 20 qildi. Usti yurgan berasiz. Telefon nomeringiz bormi? Barakasini bersin mana. Xo'shton sotib yuboray xudo xolasa. Savdoyingizni bersin, ketdi mana. Mollar originallari deydi. Qoraga hormay nech pul ekan bu? 35 million kam bu. Nechinchi qorin? 4-siga necha oylik? 4-qoringa 8,5 oylik bo'g'oz. Suti yo'q endi. Mana. Turudi qaranglar. Yo'q. 4-qoringa 8,5 oylik bo'g'oz. Turudi qaranglar. O'sha oyga kirayotgan, ko'z tegmasin. Bozor nech pul qildi? 31,7 qildi. Mana. Usti yurganga beray xudo xolasa. Telefon nomer 90 291 4999 nomeriga aloqaga chiqib olasiz mana. Shep nima deyapsiz? Qachon qo'yiladi? Abetdan keyinda. Bo'lmasa ertaga. Egan berdi uzda chiqadi. Barakasini bersin. Davom etamiz mana. Mukalasini olmasak kommentariyada to'lib ketadi deydi mana. Ko'z tegmas. Turudi qaranglar. Aka nech puldan ekan bular? 27 dan. Mana. Necha oylik bular? Oyga tug'adigan. Yetu, ha? 15-20 kunlik qolibdi ekan mana. Turudi qaranglar. 10 ha? Birinchi qorin egalasi. Mana. Ikkalasi ham birinchi qoringa oyi kirgan bo'g'ozlar akalar mana. 15-20 kunlik qo'ying. Turudi qaranglar. Ko'z tegmasin. Bozor nech pul so'radi? 25 dan so'rab bermayapsiz. Bunisi bo'ylab 1.25 plus minus 1.15 plus minusga o'tiradi akalar mana. Turudi qaranglar. Telefon nomer 91lik 125 3505 nomeriga aloqaga chiqib olasiz akalar. Qiziqqanlarga barakasini bersin. Davom etamiz mana. Chay uzilish bo'lib qoldi. Qo'shton nech pul ekan bu? 30 million deyapsiz. Bozor so'radimi? Nech pul qildi? 26. Mana. Necha oylik bu? 6 oylik. Nechinchi qorin? 4-si suti yo'q, ha? 4-qorin 6 oylik bo'g'oz 6 litr sutga. Oyini adashib ketdim shekilli mana. Ko'z tegmasin mana. Aloqaga chiqib olasiz.
Depamiz endi. Savdosi bo'lyapti. Davom etamiz. Mana yoshidan chiroylisidan so'raganlar. Akalar turdi qaranglar. Basharamiz yoshini aytib turibdi. Nechinchi qorin bu? Birinchisi ham mana shu taxminni ham zo'r qilaman-da. Birinchi qoringa necha oylik? 4 oylik. Mana 4 oylik ekan. Sutlari ham bor, ko'rsatyapmiz. Yo'q, birinchi qoringa sut yo'q bo'ladi, to'g'rimi? Adashib ketdimiz, zo'r. Charchabmiz akalar, charchabmiz. Gapiraverib ham charchabmiz. Sizlar uchun mana kontilda olyapmiz. Barakasini bersin, ketdik, davom etamiz mana. O'ta yirigidan so'raganlar bormi mana ko'rsatmasin. Bo'ylab bir 40 plus minusda chiqaveradi akalar mana ola qora paroda. Oshtaqa nech pul ekan? Birinchi uchun videoni ko'ring, qaysi mahal kelgan. Mana. Ko'rsatmasin. Oshtaqa videoni ko'rib turing, bitta ma'lumot aytib boring. 5 oylik. 5 oylik nechinchi qorin? 3-chi qoringa 5 oylik bo'g'oz, suti yo'q. Suti yo'q mana. 3-chi qoringa 5 oylik bo'g'oz. Molni yirigidan, bolani ham xudo xolasa zo'ridan beradi. Akalar mana, turdi qaranglar. Nech pul puli? 32 million bo'lish. Qilishni bermaysiz, usti yurganga berasiz. Telefon nomer? Telefon nomer 93lik 897 0979 nomeriga aloqa chiqaverasizlar xudo xolasa akalar mana. Barakasini bersin. Egan berdik. Chetda davom etamiz mana. Yaponchalardan deydi. Turdi qarayapti, turdi. Nech pul ekan bu o'zi aka? Nech pul ekan? 20 million deyapti. 20 million kam bor. Bozor so'radimi? 5 oylik bo'g'oz o'zi. 5 oylik bo'g'oz. Nechta suti bor yo, suti yo'qmi? Suti yo'q. Nechinchi qorin? 4-chi qoringa. 4-chi qoringa 5 oylik bo'g'oz. 15 million 600 15 million 600 qilishdi, ustiga yurganga beriladi xudo xolasa mana. Mol chiroyligidan. Bitta xonadonni bemalol tevratura xudo xolasa. Telefon nomer 91lik 126 2477 sirg'alari ham taqilgan. 0063 2140 kelaman. Aloqaga chiqaverasizlar, barakasini bersin. Ketdik davom etamiz. Egan berdi. Mana. Joni hisobiga turdi qaranglar akalar. Nima chiroyli bular? Buning izlar lekin chiroyli. Yonidan ko'rsalar chiroyli dedi. Savdolar bo'lyapti ekan mana. Nech pul bo'lyapti aka savdasi? 26 dan mana savdo bo'lyapti. Nechinchi qorin? 3-chi qorin. Necha oylik? 9-oy. Oyga kirgan. Oyga kirgan. Mana 7 bo'g'oz oyga kirgan. 3-chi qoringa turdi qarang. Oyga kirgan. 26 savdasi bo'lyaptimi? 26 savdosi bo'lyapti hozirgisi. Hozirgisi. Telefon nomer bormi? Bor. Ayting. Nomerini aytib bor. 91lik 022 2444 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa kelaman. Aloqaga chiqara qo'ymasa, sotilsa sotildi, sotilmasa olib qo'yib, dizimga to'g'ri kelmaydi. Mol yaxshi narx. Aloqaga chiqaver. Mashetdan ham yuradimi, ag'i? Bu qaranglar, mol ko'ndalangiga deydi-yu. Mana ketishdi qaranglar. Voy, menda mol sotiladi, moshda yurmaydi. Lakki millatinglar. Nech pul bo'ldi uni? 36 million bo'ldi akalar mana. Joning sog' bo'yib turdi qarang. Bola ham alohida tegmayu. Olaman u bolani. Mana. Moshtada yetyapsa ham ko'ramiz akalar. Turdi qaranglar. Hamma qarg'ayapti sizni. Davom etamiz. Voy, mana qaranglar akalar. O'ta yirikmi? Ko'z tegmasin. Nechi bo'yi aka? 150 dan mana. 150 dan 450 mana. Ko'z tegmasin. Turdi qaranglar. Bo'nachi na qilib, ha? Bo'g'ozmi yo, bo'g'oz basmi? Bo'g'oz qisqa. Endi bitiradi. Ko'z teg, kurashchi ham yo'qdir. Endi chiqaryapti. Ko'z tegmasin. Voy joning hisobiga. Turdi qaranglar akalar. Mana quvoyi ham mana shunday mollar chiqyapti ekan-a. Bahosi necha pul buni? 30 million deyasiz. Bozor qancha qildi? 25 million. 25 million. Oxirgisi mana. 25 millionga chiqibdi. 30 million baho aytilyapti ekan. Mana. Ko'zdan bitta aylantirib, ha? Joni bor. Orqani qaranglar, orqani. Qani? Ana, tutamni qarang, tutamni. Bunazin tutam bilan ko'rinadi, deydi mana. Ko'z tegmas, joning sog' bo'lgan. Turdi qaranglar, rasmga olib to'ymayapman, mana. Zo'r ekan. Roman qiziqdim o'zim. Telefon nomer ayting aka. 93lik
778 71 35 nomeriga aloqa chiqarasiz xudo xohlasa. Bo'ylari 145 50 plus minus yon berida chiqaradi akalar mana. Joning sog' bo'lgur. Barakasini bersin. Ketdik davom etamiz akalar mana. Mol serob sizlar uchun mana olib beramiz. Necha pul ekan qora aka bu? 20 million kam bor. Bo'najini? Endi kira yorishni boshlagan. Turdi qaranglar, bo'naj. 20 million kam bor. Bozor qancha qildi? 17,5. Telefon nomer? 94 434 1732 ga aloqa chiqarasiz akalar. Qiziqqanlarga mana. Bo'ylari 130 plus minusda akalar aloqa chiqarasiz. Barakasini bersin. Davom etamiz. Qoraga necha pul ekan bu? 15 million. Shvedskiy hibrididan. Shved toza shved chiqqan ekan akalar mana. Oyoqlari ham yo'q, tumshuqlar. Shu qulog'i gibrid topibdi xolos. Ko'z tegmas. Bozor qancha qildi? 10 to'g'ri bir qildi. Suyurganga berasiz. Telefon nomer? 50 508 89 94 nomeriga aloqa chiqarasiz. 91 ha? 89 91 nomeriga aloqa chiqarasiz. Bo'ylari 110 plus minusda 10-chasi. 1 ham deylik, 10 nimaylik mana. Ana barakasini bersin. Sho'xidan so'raganlarga davom etamiz. Tezroq olamiz. Ketdi mana. Optim joyidan bitta olib beramiz, keyin o'chiramiz. Nech pul ekan aka bular? 15 milliondan. 15 milliondan. Kami ham bor, ha? Bor. Nech pul qildi bozor? 13,5. 13,5dan. Kami ekan aloqa chiqarasiz. Telefon nomer? 90 179 72 42 nomeriga aloqa chiqarasiz. Akalar mana. Turdi qaranglar, joning sog' bo'lgan. Ustiga ozgina yurgan berlar xudo xolasa. Aloqa chiqarasiz. Barakasini bersin. Mashina ham olib qo'y. Ko'sting mashina chiroyli ekanda, chiroyli ekan, ha. Fonga qo'yadiganlardan ekan. Nech pul ekan aka? Buni 15 kami bor deyapti. 15 kam bor. Narigisi? 14 kam bor mana. Bozor qancha qildi bularni? Bozor 26 million berdik. Jupiga. Rahmat. Kesirasizlar mana. Bozor jupiga 26 million berdi, 13 milliondan gideta shunaqa akalar mana. Turdi qaranglar. Molda original chiroylilardan akalar. Joning sog' bo'lsin. Telefon nomer ayting aka. 77 lik. 007 08 43. Bo'ylab 110 plus minusda aloqa chiqarasiz akalar, xudo xolasa mana. Bu ham. Bu necha pul? 12,5 savdosi bo'lyapti hozir, ha? Hojdog'a. 13 ko'sa beraveradi. Hojdog'ani Cho'ja bozorida ko'p ko'raman. Olib sotardi. Ha, bilaman. Cho'ja bozorida nomerlarni olib sotadi ham ana shu odam bo'laman. Mana. Bulardan keyingi bular Ha. bular mana 12 Ha. sotishyapti. Sotishyapti mana. Egan berdiz. Hojdog'a sog' bo'yla. Barakasini bersin. 2026-yil 10-may sanasiga Quva mol bozorida bo'ldi akalar. Videoni kuzatib borgan hammaga rahmat, sog' bo'la, salomat bo'la. Ekranga bitta like bosib ketishni unutmanglar akalar. Hammaga rahmat, sog' bo'la, salomat bo'la. Mana odam hali ham chiqib ketolmabdi. Hammaga rahmat.